qishloqni ayoli bo'lmasa-da. Shunaqa. Hozir ikkinchi turmushlari ekan. Shunaqa. Ikkinchi turmushi ekan. Hozir ikkita bola bilan ajrashib ketdi. Sizlar eshitmagan shuncha gaplar bor. O'shaning ichida men havas qilgan, orzu qilgan. Ha, Cyber Trekmi? Nima orqali? Shu orqali. Shunaqa. Uncha Toshkentda ham o'zi bitta ikkita ushini. Ya, uncha erkaklar ola olmaydi u mashinada deng. Shunaqa. Ruqyani bilasiz. Ha, biz ham qiziqdik Ruqya. Mana shu navaram kasal bo'ldi. Men bitta narsa aytaman sizlarga. Boshqa o'qitishdi Ruqyalar. Shu narsada mana ilmni ketida yurgan odam chiroyli gapiradigan bo'ladi. Alloh ham aziz chiqib qo'yadi. Yana bitta narsada 3 kun oldin zakaz qildik, tugadi mamti. Men pul o'tkazib qo'yganlar bizani noto'g'ri tushunishyapti, bermayapsan deb dedim. Ruqiya hali tayyor emas. Mahsulot o'zi tayyor, dedilar. Ruqiya tayyor emas, men berib yora olmayman dedilar. Yo'q, mana agar sotish uchun qanaqadir misol uchun sizlarga prosta spotim aytayotgan bo'lsa-da, bu narsani Ruqiyani berib yuborardi. Tayinlab berib yuboradi, tayinlab berib yuborgan bo'lardi deyapman. 3 kungacha dedim. Ha, 3 kungacha dedim. Ha. Shunaqa. Mana qalam ko'rdik-ku, katta anaqada asalda turibdi, yo'la turibdi. O'sha turgan joyda o'shani o'qitib, nega aralashtirsa kerak? Da, shunaqa. Ochib qo'yib, Ruqiya o'qishadi. Bitta partiyaga bitta o'qiladi, ha. O'qib olib kelinar ekan bu yoqqa. Qatdan o'qiyapti. Ha, o'sha yerda o'qiladi. Tepasida o'qiladi. Bitta partiya bitta o'qiladi. Bizga aytaman-ku, 3 kunga berilmaydi. Mana 3 kunda bermadilar bizga. Ruqiya hali tayyor emas. O'shaning uchun orada uzilish bo'lib qoldi deb. Lekin mana sizlar qarang, pul to'lab qo'ygan bo'lsanglar-da, bermayman desam, anaqa noto'g'ri tushunishyapti. Lekin o'sha ayol aytayaptiki, "Men ruqiya qilingan deb aytdimmi? O'rtada to'xtatib qo'yib, ularga berib yubora olmayman. Ular shu narsaga xilos qilib mendan olishyapti." Birinchi bo'lib, ruqiyasini eshitib olishyapti ko'pchilik. Birinchi bo'lib Alloh oldidagi o'zini javob berishini o'ylayapti demoqchiman-da. Shunaqa. Balki buni barakasi shundadir. Ishoning, mana shunga kelib qolgan puldan srochni ishlatib turasiz-da. Nimadir. Ana o'sha pul rosa barakali bo'ladi menga. Nimagadir shuni barakasi bo'ladi har bir. Shundan kelgan pulda baraka bor. O'shanga olgandirlar o'sha mashinani ham deyman-da. Orada vaqt yurardim, shuni oldim mana ko'rsatyapti mashinani. Shunaqa. Yana bitta tadbirkorlik qolgan o'sha. O'zi ko'rsatgan. Yana bitta narsani aytaman. Mashinada yurib 2-3 kun dokumentlarni qildik-da, ular bilan birga. Har bitta odam telefon qilib, mana sizni tanimaylar, to'g'rimi? Tanimasa ham shu telefon qilgan odamga dardini eshitib, boshqasini eshitib, buni gapirib, hamma narsani to'g'ri o'zlari anaqa tushuntirib beryapti. Men qoyil qoldim. Sotadigan odam-da baribir. U bo'ldi mana bunaqa narsa. Bunaqa debchi erinmasdan har bitta odamga tushuntirib, yana har bitta dillerini bunaqa shundoq anaqa nima mashina to'xtashi bilan tushib turib, shu ayolga dillar yuborib qo'yaptilar-da. Agar mana tasavvur, bu darajadagi kibrli inson bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi bilasizmi? Men nomer yozib yuboring. Men bunaqa dillarim sizga javob bersa yoki menga qavurmasin, o'zing nomeringni qo'ylaring. U ayolni qilmayaptilar. Kim mana bitta yurimizda mashinada ketayotganda ham naushnik qilib olib gaplashib ketyaptilar, gromkaga qo'yib ham gaplashgan. Men qoyil qoldim. Aytaman-ku, ozgina biznesda ko'tarilsangiz, shunaqa man qiladi. Tug'madilar? Yo'q. Yarim O'zbekistonga. Shunaqa. Videoda shunaqa demaydi. Xullas, mana shunaqa o'zlari 3 mahal yeb, yugurib yuribdilar. U ayolni o'zi shunda jivoy ko'radigan bo'lsanglarchi, hech qadam deb o'ylamaysizlar. Shunaqa top bu yoqqa ikkinchi etaj, birinchi etaj, ikkinchi etaj, birinchi etaj qilibdi. 2 mahal iste'mol qilaman dedilar. Qanaqa videosida. Ha, o'zlari anaqa keyin men bu sal energiya kamayganda bilsa, yevaverar ekanlar-da. Shunaqa. Keyin namatayimiz bor, hali namatay chiqmayapti, sentyabrdan chiqadi namatay. Ana o'sha jigari zo'r tuzilib beradi, haqiqatdan. Ha, namatay siropi bor, hozir anaqa emas. Ha. Sentyabrdan chiqadi. Tayyorgarlik qilishyapti chiqarishga. Namatay yo'q hali. Sentyabrdan boshlab chiqiladi. Ha. O'zi bor edi, sotuvda bor edi. Yetkazib bera olmay qoldik. Endi sentyabrdan o'zi men anaqa nima edi, namatayni ham o'zlari yurib bittalab ko'rib turib oladilar. Ha, ularcha qilib namatayni o'zini olib kelib, qaynatib, sirop qilib chiqarib, quyuq narsa. Bizda menimcha, по-моему, hozir o'zim ichayotganimdan ozgina qolgani bor, o'shani ko'rsatdim. Mana menga o'xshagan narsa mana. Ha, qani mana.
Tagini qarang mana. Bunaqasi bor. Mana shu narsa, nima shunaqa idishda bo'ladi. Idishi mana shunaqa idishda bo'ladi-da. Ha, shunaqa. Ya uyda ko'rganmiz videosini hammasini chiqarib kelib ko'rib keyin kelib qog'oz bilan ishlabmiz. Shunaqa aytayman-ku, o'zingizda bo'layotgan narsani faqat o'zingiz seza olasiz. Keyin safar kelganingizda ajab emas, sochingiz qop-qora bo'lib ketsa, tanimay qolsak sizni. Shunaqa. Hozir olib qo'yish kerak unda. Soch oqarishga qorayib turib, oqartirmaydi deyilgan. Chot to'kilganlar joni qiladi, ko'paytiradi. Bilmadim, turmush o'rtog'imga berib ko'raman, mana sochlar to'kilgan. Men samla yashab to'kilgan deylar, o'zim chiqarib qo'yaman. 15 ga ichdik, hali 15 kunda darrov ta'sir qiladi. Yo, endi siz mana qarang, bittada 5 minutda menga ta'sir qildi deganim, siz aytolmayman-ku, ichingizda nimadir kelayotgan bo'lsa, o'shani qaytargan bo'lishi mumkin. Sochi boshingizda og'ruvlari yoki yengil yurishlaringiz hammasini shundan bo'lgandir. Bularni tiniqib uxlashlari ham balkim shundan bo'lgandir. Bu sabab. Ertalab turishim qiyin bo'lyapti. Tinchlantiradi. Bering. Jinni nimadir bo'lgan bo'lsa, sehr bo'lgan bo'lsa sezadimi? Da, sezadi, chunki sizga qarshilik qiladi-ku. Baribir ham. Ruqiyaga borib ko'rganmisiz? O'zimga emas, hammasiga qilingan, Hammasiga. O'zicha mana ruqiya qiladigan domlalarga borsangiz, zaytunni ichinglar deydi, zaytundan qochadi o'zi, bilasizmi? Ichini tozalashga yaxshiroq yordam beradi deydi. Shunaqa, bunda hamma narsa bor. Yeb ko'rsalar deyman-da. Yo'q, nabarot kuchini kesadi-ku. Kuchini kesadi nabarot. Endi aytolmayman-ku, men o'zimda his qilgandan ortiq ko'p narsa aytolmayman, lekin men o'sha yerda borganimda ko'rdim, 70 ta ayol, u unisiga davo olganni, bu bunisiga davo olganni, 16 yilda farzandli bo'lganni, rakdan tuzalganini aytayotganligicha bordi. Ha, eshitdim. O'sha narsalarni ko'rganingizdagi hamma o'zidagina qayerdan bilsangiz bo'ladi, to'g'ri gapirayotgan bilasizmi, yonib gapiradi. Reklama qiladigan odamlar bo'lmaydi. Yonib gapiradi, o'zi ko'rgan. Ixlos bilan ichish kerak. Ikkilanib ichib, bo'larmiki, bo'lmaysa ichib, barcha hamma asasi foydali. bitta bu dori emas, bu dorini shunaqa ichib. Ixlos bilan ichsangiz suv ham davo deydi-ku. O'shani gapira olmaydi. Shunaqa. Beraman. Qaysi biridan bering? Chiroyli. Har xil nima? Mamasidanmi? Qaysidan? Buni ichib bir xil. Ha, bo'ladi.